Assalomu alaykum. Hurmatli, go'zal va lobar opa-singillarimiz, kuningiz yaxshi o'tdimi? Bugungi mavzuyimiz juda ham dolzarb bo'lgan mavzulardan bittasini olib chiqmoqchiman. Barcha onalarimizga juda ham kerakli bo'lgan mavzu, ayniqsa yangi tuqqan onalarimizga. Mavzumizning nomi yangi tug'ilgan chaqaloqlarning boshidagi yog' qatlami, ya'ni kirni qanday tozalash haqida, qanday paydo bo'lishi haqida ochiqroq gapirib berishga harakat qilaman. Demak, boshladik. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning boshidagi yog' qatlami o'zi qanday paydo bo'ladi degan savolga keladigan bo'lsak, boshimizdagi hujayralar o'sayotgan bo'ladi, chunki bolalarda endi rivojlanayotgan bo'ladi va soch piyozchasi bo'ladi. Undan chiqadigan yog' juda ko'p bo'ladi, chunki boshini himoya qiladi yosh bolalarni. Kattalarda bo'lmaydi. Hozir bu rivojlanish davrida bo'lganligi yosh bolalar hozir rivojlanayotgan davr hisoblanganligi sababli bularda hozir ko'p chiqariladi va keyinchalik yo'q bo'lib ketadi. Bu umuman zarari yo'q. Naborat foydali. Onalarimiz ko'pchiligi qo'rqishadi, bu xavflimi, nimaga chiqadi? Endi yangi tuqqan onalar buni tushunmaydi. Lekin umuman xavfli emas, xavotir olmang. Undan tashqari onalarimiz qiladigan xatolar haqida gaplashadigan bo'lsak, sochini tirnog'ingiz bilan olmasligingiz kerak, kirlarini, yo bo'lmasam taroq bilan taramasligi kerak. Agar buning hali ter qatlami yaxshi qotmagan, zarar yetkazib qo'ysangiz, uji bo'lmaydi, terisini yirtib qon chiqishiga ham olib kelishi mumkin, zararlab qo'yasiz. Juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Taroq bilan ham taramaslik kerak. Buni oldin yumshatib olish kerak. Uni qanday qilamiz degan savolga esa hozir sizlarga aytib o'tib ketaman. Juda ham kerakli. Ko'pchilik oddiy uyda ishlatiladigan kir sovun bor-ku, o'sha bilan qiladi. U ham bo'ladi, lekin oddiy vazelin bor-ku, unaqa qimmat emas, bo'lsa 10 ming turadi yo turmaydi aptekalarda ham. Hammani uyda bo'lishi kerak. O'shandan asosan kunduz kuni suriladi. 3-4 soat boshiga surib, ivitib qo'yasiz. Keyin tarab ko'rasiz taroq bilan ozgina o'sha olinadi. Keyin uni yuvib tashlaysiz. Ko'rasiz, o'zi bittada to'kilib ketadi. Hammasi juda ham oson, qiyin emas. Onajonlarimiz lekin juda ehtiyotkorlik bilan qarash kerak, chunki hozir bular parvarishga muhtoj bo'lgan vaqtda zarar yetkazib qo'ysangiz yaxshi bo'lmaydi. Hammaga rahmat. Obuna bo'lish esdan chiqmasin onajonlar. Boshqa onajonlarga ham uzatishga harakat qilinglar. Chunki bu juda ham kerakli mavzu. Men o'zim ham buni yillar davomida yiqqanman. Bularni bilish sababim esa 2 ta farzandning onasiman. O'zim ko'rganman, ko'pchilikdan so'raganman. Sizlarga bittada foydali mavzu bo'lsin deb o'zim bilgan narsalarni olib chiqishga harakat qilyapman. Hammaga rahmat.